25 afg'on ekan. Afg'onistonning puliga mana shunaqa kartoshkalar. 25 afg'on. 5 ming so'm? 5 ming so'm bo'ladi 1 kilosi. Piyoz qanchami? Bu ham 25 afg'on. 5 ming so'm ekan bu ham piyoz ham. Mana bu yer ham bozor. Bu yer Afg'onistonda Sho'rtepa tomoni bozori narx-navo hammasi bilan birma-bir tanishib o'tamiz inshaalloh. Mana bu yerda do'kondor akamiz ham bor ekan. Assalomu alaykum. Bu soat ha? Bu soat. Bu soat narxi qancha bu? Bu narxi Afg'oniston pulida 400. 400 afg'on ha? Mana shunaqa soatlar. 80 ming so'm ekan, O'zbekistonning so'miga 80 ming so'm. 400 afg'on ha? Bali. Bular suv idishlar ha? Ular suv idishlari. Bular qanchadan bu bir donasi? Bular bir donasi 25 rupiya. 25 afg'oni. Ha. 5 ming so'm bo'ladi O'zbekiston so'miga. Keyin teprak bor ekan. Tepraklar qanchadan bu bir donasi? Tepraklarning katta kichisi 120 rupiya, o'rdak kichisi bor 30 rupiya. 120 afg'oni qancha bo'ladi so'miga? 24 ming so'm. 24 ming so'm bo'lar ekan O'zbek so'miga. Mana keyin mana bu nima deydi buni nomini? Bizda pakka deydi. Ha, pakka. Mana shu yerda, mana bu yerda mana. Quyoshdan. Quyosh penarda aylantiradi bu. Buni qanchasi bu? Bu mashina bilan olsa 200 bo'lmasa 30 rupiya o'zi. Ha, apparati bilan birga 200 afg'oni ekan. 240 ming so'm, 40 ming so'm bo'lar ekan. Keyin bu yerlarda nima bor ekan? Mana bu nonga aniqladi, xamirga. Bular qancha bu? Bular 50 rupiya. 50 afg'oni. 10 ming so'm ekan. O'z so'mga hisoblasak. Mana bular ham nimaga sho'rba solib ichadilar ha? Bo'ladi. Mana bu yerda boshqa bir raqam ham bor. Ha, bular qancha narxi? Bular 40 rupiya, bular 50 rupiya. Bu 50 afg'oni, bu 40 afg'oni. 50 afg'oni qancha bo'ladi? 10 ming so'm. Mana bu 8 ming, bu 10 ming so'm ekan. Mana bu ham 8 ming so'm ekan. O'zbek so'miga agar hisoblasak. Bu do'kon Banjora do'kon bu. Hamma narsa bor ekan ha bu do'konda. To'y narsalari. To'yga savdo oladiganlar mana shu yerdan kelib olar ekan. Yeyish ichishga u narsalar sotmaydi ekan, faqat to'yga kerakli yarog'lar bor ekan, hamma narsalar. To'yniki. Mana bu shampun buni nima bu? Bu shampun. Bu qancha afg'oni bu? O 70 rupiya. Mana bu 80 rupiya, bu 40 rupiya. Bu 70 afg'on ekan mana. 70. Ha. 14 ming so'm. So'mga qayerdan kelgan va qayerning shampuni bu? Bu Hirot Afg'oniston va Afg'oniston o'z ichida ishlab chiqarilar ekan. Bu ham Afg'onistonda ishlab chiqarilgan. Bu yozilishi Turkiya, bilmayman nega. Ha, bu Turkiyaning moli ekan. Bu qancha? 80 afg'onmi? 80 afg'on. 80 afg'on. 16 ming so'm bo'lar ekan. Bular? Ular 140. 140 afg'oni. Qayerda ishlab chiqarilgan bu? Bilmaysizmi? Bu Turkiya, Iroq asosan. 28 ming so'm ekan so'mga. Boshqa nimalar bor ekan? Mana ko'rganingizdek. Bu tovoqlar qancha bular? Ular 180 rupiya kichkina. Shu 6 dona sotilar ekan. 6 donasi 180. 6 dona ekan. 36 ming so'm. 6 donasi 180 afg'oni. 280. Bu 280 mi? Katta qana ekan ha? Bu bak kattasi bu. Bu. Ha. 280 afg'oni. Ha? 56 ming so'm ekan mana bu. Bular esa kiyim osib qo'yadigan ha? Bular qanchadan bu? Ular 40 rupiya. Bular ham 40 afg'onidan ekan bir donasi. 8 ming so'm. O'zbekiston so'miga 8 ming so'm bo'lar ekan. Boshqa nimalar bor ekan bu yerda? O'zbekistonning ham stakanlar, piyola, Toshkent piyolasi. Toshkent, Samarqand. Mana piyolalar. Bular qanchadan bir donasi? Ular 25 rupiya. 25 afg'oni. 5 ming so'm ekan mana shu. Mana shu 5 ming so'm piyola. Mana bu da 5 ming so'm, mana bu 40 rupiya. Ha, oq ham bor ekan mana bu yerda, oq. Mana bu ham 5 ming so'm ekan, oq. Bu ham 8 ming so'm. Ha, bu mu 8 ming so'm ekan mana bu. Ha, bu 8 ming so'm ekan, bo'ldi. Chaynak ham bor endi. Choynak qancha buni? Chaynak 250. 250 afg'on ekan mana shu chaynak. 50 ming so'm. 50 ming so'm. O'zbek so'miga. Keyin boshqa nimalar bor? Ularni qanchadan bu suv ana ular? Ular 500. 500 afg'on ha? 350.
Kattasini hisoblaylik 5 lira afg'oni. Suv qo'ygan. Ha, 100 ming so'm. 100 ming so'm ekan mana bular. 100 ming so'mdan. Keyin mana bu tarmuzlar ham bor, ha, tarmuz. Tarvuzning 3-4 raqam bormi? Bir da asta-asta ayting, bu mana shu tarmuz qancha bu Bu masalan? 280. Qancha litrasi bo'ladi bu? Bu 3 litr. 3 litrasi 56 ming so'm ekan. Bular aynı shuni yanzat. İkisi ham bir xil, ha? Bular 280 rupiya. Bu- Bu nikkel, bu Ha, farqlar ekan. Temir, mana bu plastik. Keyin bu 280 avana. Ha, Bu 280 qancha bo'ladi? 56 ming so'm. Bu tarmuzlar qanchadan bu? Bular 280. Bular ham 280 afg'ondan ekan tarmuzlar. Toza chiqqan 400. Ha, bular 400 afg'ondan. Yangi chiqqan ekan. Yangi chiqqan. 80 ming so'm. Bular 350. 350 afg'on mana bunisi ham. Ko'rinishi mana shunaqa. Qancha deydi shuni? 200? 350. 350 afg'oni. 70 ming so'm. 70 ming so'm. Mana bular qancha tuxum pishiradiganlar? Tuxum pishloq gijjiga 100 rupiya, o kattasi 130 rupiya. Mana kichkinasi 100 afg'on ekan, 20 ming so'm. Kattasi 26 ming so'm mana shunaqa. Bu yerda kampanlar ham bor ekan. Mana nima deydi kampanlarni? Kampanlar 1350. 1350 afg'on ekan. 1350 4 afg'on. kiloluk. 70 ming so'm. 270 ming so'm. 4 kiloluk. Mana shunaqa narx-navolar. Bular esa uylarga osib qo'yadiganlar, ha? Uyga osib qo'yadilar. Bular qanchadan bu? Bular 250. 250 afg'on ekan bir donasi. 50 ming so'm. 50 ming so'm. 50 ming so'm. Mana bu yerda ham bor ekan bitta oyna. Bu oyna qancha ekan? O oyni 130. 130 afg'oni, ha. 130 afg'oni hisoblanadi? Ha, mana bu yerda oyna, kichkina oyna bor ekan. 130 afg'on ekan mana shu oynalar. 26 ming so'm. Bular qancha ekan? Hammasi bir sotiladimi? Mana bu 600 afg'on ekan. Afg'onistonning puliga qancha? Ha? 120 ming so'm ekan. 600 afg'oni mana shu. Hamma narsasi birga sotilar ekan mana shunaqa. Mana shunaqa narx-navolar. Keyin bu piyolalar qancha bu? 6 donasi? Bu piyolalar mana bu 150 rupiya. Hozir 150 ni hisoblab ko'raylik. 150 rupiya. 30 ming so'm. Mana Bular bu 120 rupiya. bu 120 afg'oni. Ichida go'rnan yo'qmi? Ama go'rnan Mana bu 24 ming so'm ekan. 6 donasi. 6 donasi. Shunaqa piyola. Ha. Bo'ldi, rahmat. Mana bu anjistini. Ol 180. Bu 180 afg'oni. Bu biroz yaxshiroq ekan. Yaxshiroq. Guli bor buni. Guli bor. 36 ming so'm ekan bu. 36 ming. 6 dona bor ichida. Ha. Mana shunaqa narx-navolar. Bular nima keyin? Avkash. Mana bular. Hava bular 130 rupiya taxtasi bilan. 130 afg'on ekan, ichida 6 dona bor ekan. 26 ming so'm ekan mana bu ham. Mana shunaqa. Kiyim tikadigan apparat ham bor ekan bu yerda. Bular qancha bu? Ular 3,5 ming. 3500 afg'on. 500 mana bunisi bila aşağı. Qayerda mol bu? Qayerda ishlab O chiqqan? Hind. 700 ming so'm. 700 ming so'm ekan mana shu kiyim tikadigan apparat. 3500 afg'on. 3500 afg'on, Afg'oniston puliga, O'zbek so'miga 700 ming. Tamam bu mana burada. Qani yostiqlarni ham bir ko'rsatingchi. Xola. Bular mana. Bu nimaga ishlatadilar buni? Buna mana yastıqda ne? Ha, yostiqnikimi? Yostiqda qo'shib. Bu kattasi va kichkinasi. Afg'oniston o'zida ishlab chiqariladi, Afg'oniston to'qiladi. Bu qancha buni bir donasi? Necha metra bu? Bu böylesi 60, böylesi 40 gelir de. Ha, uzunligi 60, eni 40 ekan. 250, bu 150. Bu 250 afg'oni mana ko'rganingizdek juda yaxshi. 50 ming so'm bu. Bu 150. Bu 150 afg'on ekan. Qancha? 30 ming so'm. Bu ham 30 ming so'm ekan. So'mga hisoblaganlar. U qishloqning o'zida to'qib chiqariladi mana shunaqa apparatlar. Mana gilamlar. Gilam desam yostiqni po'shi, yostiqqa tikiladi bular. Dasturxonmi? Dasturxon. Bu dasturxon metrali sotasiz-a? Bu 300 rupiya metri. Metri 100 afg'ondan, ha? Mana bu 150, bu aslisi. Bu 100 afg'onni hisoblab ko'ringchi, so'mga. 20 ming so'm metrasi. 1 metrasi 20 ming so'm.
Bu 150 metre o aslisi. buni 1 metrasi 150 afg'on ekan, bu eng yaxshisi ekan. 30 ming so'm. Mana shunaqa narx-navolar azizlar, ko'rganingizdek. Rahmat Kozmaga. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Yana kelamiz inshaalloh. Rahmat. Mana bu bozorning ichi. Mana shunday bozor gavjum. Hamma odamlar hozir bozorda. O'sha savdo sotiq kelganlar odamlar. Inshaalloh yana guruch yo'q, hammasini narxini ko'rsatamiz. Afg'onistondagi narx-navolarni. Mana bizga yordam qilayotgan Kozim akamiz. Shu qishloqning o'zidan bo'ladi, Muhammad Kozim akamiz. Bizga yordam qiladi inshaalloh. Savdolarga narx-navolarni hammasini ko'rsatadi birma-bir. Mana bozorning ichi, bozor katta, gavjum. Kechalni chekash klubda. Ova 10 ming so'm ekan hamida. Badring bormi? Mana bodringlar ham bor ekan. Bodring 40 afg'on ekan. Ha, 40 ovani. 8 ming so'm ekan. O'tim xulosa aytdim. Mana bular ham o'tni yo'qoladigan dori ekan bu. Bug'doyga o'tlar xulosa hamma narsaga sepiladi mana shunday. Bu narx qancha bu? 450 afg'on ekan Afg'oniston puliga. 90 ming so'm bo'ladi. O'zbek so'miga hisoblaganda. Katta kichik ham bormi? Bir shu ming. Kattasi ham bor. Boshqasida haydab tashlayman, mana bular kattasi. Kattasi qancha bu? Kattasi 850. 850 afg'on. Ha. 850 afg'on ekan mana shu. Yarim kilo yo'q. 1 kilo. 1 litr. 1 litr mingmi? Ha, 1 litr. 1 litr ekan qancha? 170 ming. 170 ming so'm ekan. O't dori deymiz buni. O't dori mana shunaqa sepiladi bug'doylarga, shu xulosa. O'sha o't chiqaradigan joylarga sepiladi, yerlarga. Tashakkurlar, razı bo'lsin. Mana bu akamiz ham sotar ekan, bu bozor qishloqdan bo'ladi akalarimiz. Mana bu ham bozor qishloqni odamlar bu yer chekka qishloq, yakshanba kuni bo'lib o'tadigan bozorlar bu yer. Dushanba kunmi? Dushanba bozor der ekan. Yakshanba, dushanba bozor deymiz bu yerni. Bozor deymiz. Mana bu ham katta do'kon ekan. Assalomu alaykum. Mana bu yerda ham do'kon narxlari katta magazin ekan. Hozir hammasini birma-bir so'rab chiqamiz. Gelen beycan. Qo'lim nima mana shular? Lobiya. Bu lobiya. Bu lobiya kilosi qancha bu? 120 afg'on ekan, Afg'oniston puliga hisoblaganda. 1 kilosi 24 ming so'm o'zbek so'miga. Bu ham oqlo'lar, ha? Ham oqlo'lar, dehqonchilik lobiyalari bu. Bular qanchaga? 110. 110 afg'on. Afg'oniston puliga. 22 ming so'm. 22 ming so'm bo'ladi. Buni nima deydi? Mashdami? Mosh deymiz buni. Mosh kichik ham ko'p qilinadi buni. Qancha ka bo'ldi? 100 rupiya. Bu ham 100 afg'on ekan Afg'oniston puliga. 20 ming so'm 1 kilosi. Bu zerdaling haqdami? Qo'lim. Bu 70 rupiya qo'ling. Ha, 70 afg'oni Afg'oniston puliga hisoblaganda 14 ming so'm. 14 ming so'm bo'ladi. Bu ham bodamdami? Bodam 200. 200 afg'oni. 1 kilosi, ha? 1 kilosi. 40 ming so'm. 40 ming so'm ekan. O'zbek so'miga hisoblaganda 40 ming so'm ekan. Boshqa nima mana bu yerda choy bor ekan. Bu choy neyning choyi bu? Choy. Neyki bu? Indiya, Hindiston. Hind choy ekan. 1 kilosi qancha bu? 1 kilosi 450. 450 afg'on ekan. Afg'oniston puliga. 90 ming so'm. Bular nima? Pomidor qoqi, rup ovqatlarga solinadi ko'pincha. Qanchaga bu narxi? 50 rupiya. Bu ham 50 afg'on ekan. Afg'oniston puliga 10 ming so'm. So'mga hisoblaganda. Boshqa birinchi nega shu birinchi? Pakistoniy birinchi. Bu Pokiston birinchidami bu? Bu kilosi qancha bu? 90 rupiya. 1 kilosi 90 afg'on ekan, Pokiston birinchi ekan. 18 ming so'm. Mana bu charm. Bu nimaniki bu? O'tining. Bu sayrak sotiladi. Bu yo nening birinchi bu? Vatan. Ha, dehqonchilik, ha? Dehqonchilik. 1 kilosini aytsangiz bo'ladi. Kilosi 60 rupiya.
Bu 60 afg'on ekan, dehqonchilik guruchlari. Kilosi. 1 kilosi 12 ming so'm. So'mga hisoblaganda mana. Shunaqa narx-navolar. Endi mana bu yerda badam bor ekan. Nima xo'z? Bular qancha ekan bu? Necha mingdan? 200 afg'on, 1 kilosi 40 ming so'm. 40 ming so'm. Xo'z. Bizda xo'z deyiladi Afg'onistonda narx-navolar. Tuzo. Shunaqa boshqa nima bor ekan? Tuz, bu nima ekan bu? Chekli. Bu chekli shirinlik. Mana bu tuz. Tuz qanaqa bu? Kilolikmi bu? Ha. Kilosi qancha? 1 kilosini hisoblab ko'ring. 3,5 ming so'm. 3500 so'm ekan, so'mga hisoblaganda. Mana bular nima ekan, mana bu qizillar? Murabbo. Mana bular ham murabbo. Bu kichik katta qancha shuni? 80 afg'on ekan. 16 ming so'mga hisoblaganda. Mana bu yog' amalan tayyorlar. Basi bo'ladi, bas. Ha, ular amalan yog'lar. Mana bu yog' qancha litr bu? 3 litr. Bu qayerdan kelgan bu yog'lar? Indoneziya? Indoneziya yog' ekan, 3 litr yog'. Narxi qancha bu? 350 afg'on ekan. Afg'oniston. 70 ming so'm, 3 litr yog'. Bu ham 490 afg'on, paxta yog'i mana. 98 ming so'm, 5 litr yog'. Mana shunaqa yog'ni bularmi? Ho, O'zbekistonga. O'zbekistonning moli ekan bu, yog' O'zbekistondan kelgan 5 litr. Qancha ming so'm dedingiz? 98 ming so'm, 5 litr. Ham qatiq ko'rganimizdek, mos. Bak, mos pakizi bu neydan chiqqan ekan bu? Afg'oniston o'zida ishlab chiqariladi, qatiqlar bular. 25 ming so'm, ha? Yo'q, 25 ming so'm dadi. 5 ming so'm bo'ladi. 5 ming so'm. 6 ming so'm ekan. 6 ming so'm. Ha, 6 ming so'm bo'lar ekan. Mana O'zbekiston so'miga hisoblaganda. Gram yozmab turmi? Yozmab qo'ydi. Mana bu qatiqlar narxi, mana bu yerda ham bu nima tovuq yo'ndan bu? Idish degan zarb shoy deymiz bizda. Bular qanchami bir danaga? 40 afg'on ekan, Afg'onistonning puliga. 8 ming so'm. O'zbek so'miga hisoblaganda 8 ming so'm bo'lar ekan. Mana shunaqa narx-navolar azizlar. Yana ham inshaalloh qanaqa narsalar, qanaqa savdolarga qiziqasizlar, narx-navolarni aytinglar, yana video olamiz inshaalloh. Nima? Ha. Savdolar aytdim, anchadan keldi. Bu ham mana sabun. Sal 20 afg'on ekan. Bu 4 ming so'm, ha? 4 ming so'm ekan. 4 ming so'm. Bu 6 ming. Bu 6 ming so'm. Biroz katta ekan. Mana shunaqa sabunlar. Ichidagi movodlari ham farqlar ekan. Bu ikkisi farqlar ekan. Mana bu ham keyin 20 ming, qancha bu 20 afg'on, ha? 4 ming so'm bular ham. Bu yerda sabzilar ham bor. Kashin kilosi qancha ekan? 25 afg'on, ha? Sabzi 5 ming so'm. Mana sabzilar 5 ming so'mdan ekan 1 kilosi. Bir donasi 20 afg'on, 4 ming so'm. Bular ham 4 ming so'm bir donasi. Karam, limon qancha ekan bu kilosi? 150 afg'on ekan 1 kilosi. 30 ming so'm bo'ladi, so'mga hisoblaganda. Keyin boshqa mana bu kaducha, kaducha 20 afg'ondir tana. Havo. 1 kilosi 10 afg'on ekan. Qancha? 2 ming so'm, katta kichkina hammasi 1 kilo. 1 kilosi 10 afg'on, ya'ni 2 ming so'm. So'mga hisoblaganda. Mana bu ham bozorning ichi. Mana shunaqa bozor.